Hamdam Sobirov nega qasr uyini sotuvga qo'ydi? Assalomu alaykum kanal obunachilari. Bizni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz, like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Taniqli xonanda Hamdam Sobirov o'zining qasr uslubidagi uyini sotuvga qo'yganini ma'lum qildi. Bu haqda u shaxsiy ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilgan video orqali muxlislariga xabar berdi. Video murojaatida xonanda ushbu uyni 1,5 yil avval katta niyatlar bilan sotib olganini, ammo hozir hayotiy sharoit va oilaviy ehtiyojlar sabab uni sotishga qaror qilganini aytdi. Sobirovning ta'kidlashicha, oilasi hozircha kichik, farzandlari esa yosh bo'lgani uchun bunday katta hovlida yashash hozircha qulay emas. Bu uyni 1,5 yil oldin katta niyat bilan olgan edim. Hozir esa oilamiz kichkina, bolalarim yosh, shu sababli uyimni sotuvga qo'ydim, deydi xonanda videoda. Hamdam Sobirovning bu qarori muxlislari orasida turli fikr-mulohazalarga sabab bo'ldi. Ayrimlar xonandaning qarorini to'g'ri deb baholagan bo'lsa, boshqalar bu uyni uning kelajakdagi orzulari bilan bog'laganini eslab, ajablanishlarini yashirmaydi.